Hi guys, salom yaxshilar. May oyida juda ham aktiv bo'lgan bir insonga biz Karis qaynonam bilan koreyskiy kosmetika naborini yig'ib jo'natvormoqchimiz. Bu koreyskiy kosmetika naborimizning ichiga hammaga kerak bo'lgan albatta oppoqqina sochig'ini qo'ydik. Yuzim juda ham quruq deb aytganlari uchun yuzni quritib olmaydigan yuzga penka tanlab Karis qaynonam bilan xuddi shu brendni berishga qaror qildik. Bu brendning nomi Hanel deb ataladi. Bu quruq yuzlarga moslangan penka. Va albatta yozning jazirama kunida hammaga SPF kerak bo'ladi. Yuzim quruq deganligi uchun sal yog'li 50+ SPF ni tanladik. Bu ham Hanel brendidan. Shunaqa kichkina shiringina SPFcha. Hammani qo'liga kerak bo'ladigan qo'l krem. Yoshimiz o'tgan sari birinchi qo'limizga va bo'ynimizga ajin tushishi boshlaydi. Shuning uchun qo'l kremi juda ham muhim deb o'ylaymiz. Qaynonam bilan aynan shu brendni qo'l kremini berishga qaror qildik. Va yuzim qorachadan kelgan deganlar uchun yuzni oqartiradigan Free May brendidan oqartiradigan krem ham tanladik va hammaga yoqadigan Intim Atre. Bu Intim Atre eng nejniy hid keladigan atir. Va eng muhimi bu yuzga maska, vitamin C oqartiradigan maska, ikkinchisi yuzni namlantiradigan maska va uchinchisi yuzni oziqlantiradigan maska. Va bizning may oyida juda ham aktiv bo'lgan ayolimizning ismi Sadoqat 4422. Tabriklaymiz. Siz koreyskiy nabor sovg'asini yetib oldingiz. Inshaalloh bu sovg'ani keyingi hafta O'zbekistonga, ya'ni sizning adresingizga jo'natvoramiz. Kosmetikalarimiz tayyor bo'ldi. Buni olgan odamga yoqadi degan umiddamiz. Sadoqat 4422 tabriklaymiz.